Dostlar, bağımız Karamapoz'day Xiva. Bağımız ise çap tomanda Könek Koşköpür yolu. Batman ötesi ona burası dostlar. Svetofor var. Tahminen bir 4-5 kilometr çana giretse. Arzonlaqda bir qavatlı havaca satığa çıkmış. Şunu bir qatar obzor qilib o'tamiz. Ular kushadan chiqmasin dostlar. Könek Koşköpür yolu. G'azovat yo'li desak ham bo'ladi dostlar. Dostlar, Könek Koşköpür yolundan kelaverasizlar, o'sha yerda optim do'kon bor. Birinchi emas, ikkinchi ko'chadan o'ng'aylanasizlar. Dostlar, ko'rib tursa, gazdan muammo yo'q. Yo'llarim ajoyib normal holatda. Demek dostlar, ikkinchi ko'chadan xudo xolasa, yana shu ko'chadan o'ng'aylanamiz. Bir 200 metr içine giremiz dostlar. Bağımız dostlar, Koşköpür, G'azovat. Ular kuchlardan chiqmasin dostlar. Ketdik. Dostlar, xudo xolasa betem geldik. Yo'ldan taxminan bir 200-300 metr girdik ha? Sherzod? Ha. Yaşımız ahvolashimiz salomat ketmasin. Ha, barakalloh. Dostlar, yashaldimizdagi bir qavatli hovlicha sotiladi ha? Sotiladi. Xudo xolasa. Tak, razmerine gelsak, enincha dedingiz ammo 16 metr 16 ekan. metr. 16 metr ekan dostlar. Nodan salıngan bu? Laydan. 100%. Ha. Üstü ne bilan bastırılgan? Üstü ağaç. Rossiyskiy ağaç ha? Ha. Şiperam kılıngan. Отопление бар ekan ha? Ha. Gazı get turibdi yani dostlar. O'ng tarafta garaj mı? Ha. Elinde ziloniy zona ham bor ekan ha? O'ng iç chap tarafta. Bu daşlar endi istashkadan qolgan o'xshaydi ha? Bunu tozalab net beramiz açıp. Tushunarli. Vodoprovod get turibmi? Ha, vodoprodu, gazı, sveti, Suv ham bor. suvi hammasi bor. Ya dostlar. Tayyor 100%. Geri beshidan ha? Nachalla ha. Esa birinchi chetdan danıştırıp baraveramiz ha? Ha. Dostlar gittik esa, xudo xolasa. Eni 16. Общий 640. Tushundingmi? Dokument bo'yicha. 640 dostlar. Stechka ko'mib turibdi, ko'rib turibsizlar. Ajoyib. Temir eshiklardan qo'yilgan ko'rib turibsizlar. Yangi paket, ko'p ishlatilmagan elektr счетчиклari dostlar. Orient tarafda gaz счетчиклari joylashgan. Bir qator danıştırib ko'rsatib o'tamiz. Bismillah. Bu yer dalon bo'ladi o'shadan. Dalon. Katta razmerda tushgan dostlar. Tak 4'ü ona 990 ekan ha? 40 kvadrat metr. Remont ham yakında bo'lmoqchi ha, Sherzod? Remontdan yaqinda bo'lgan shu. Ajoyib. Kuzatib. Qilgansizlar. Ha, qo'ldan kelgancha chiroyli qilamiz. Chap tomonda bizda muvallik kirar ekan. Ha. Suvga turibmi axir? Ha, suvga turibdi. Hisob. Kotyol. Kotyol. Shu orqali qazadi. Ha. Gap bo'lishi mumkin emas. Üstəmə naqsh berilgan ha? Gipro. O'ng tomondan boshlaymiz esa. Nima joylashgan bu yerda, Sherzod? Zal mavjud bu yerda. Bismillah. Yani dostlar, zal ham girdik, zalimiz ham tayyor. 100% ha? Razmerine kelsak? 590 345. Hisob. Rozetkalar qo'yilgan, temiz ham pol taxta. Расход aytib o'tirmaydi bunda? Yo'q, to'g'ri kelib yashaveradi. Gap bo'lishi mumkin emas ya. Отопление sistema qadimgi chugun batareyalar ha? Chiyo, ha. Akvaplastik ham qimmat kimdan qo'yilgan. Ajoyib. Yo'l tomoniga qarab turibdi. Endi dostlar, zalimiz. Расход aytib o'tirmaysan, to'g'ri kelib yashaydi. No, o'sha qoladi bu yerda. Gilamlar qoladimi? Yo'q. 4 devor qoladi. Tushunarli. Davom qildiramiz o'rtoqlar. Chap tomon o'tamiz. Chap tomonda bizada Detski qolmadi. detskiy xona dostlar. Razmerine kelsak? Razmerine kelsak 345'e 550. Yo'q, 355'e 410. 355, 410. Nava. Beremen ko'rib turganingizdek dostlar, taxlanib turibdi. Fon berilgan ha? Ha. Qadimgi chugun batareyalar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16. Parma bo'lib turarmi ha? Ha, issiq bo'ladi. İşte. Berimizdan pol taxta, ko'rib turganingizdek. Mebellar qalammi? Yo'q, mebellar yetadi. Bu ko'ngil pesh. Ha. Yarımı bir yere qaralgan, yarımı orient tarafa qaralgan. İki anam qizdirib turadi. Ha, plus 2 anam qizdiradi. Xolasa ko'mir, odun yoqaveradi. Qalasa gaz. Gaz ham kelib turibdi ya dostlar. Odun ham yoqaveradi. Hisob. Temiz pol taxtadan ya. Ha. Ajoyib akkuratniy deski xonamiz dostlar. To'g'ri kelib yashadimi? Davom qildiramiz o'rtoqlar.
chap tomondan o'tamiz. Chap tomonda bizda yana bitta bir spalni. Kattalarning spalnisi. Kattalar. Razmeri necha buni? Bu Ha, 355'e 355'e 530. 530. Ya dostlar. Başı 16 kvadrat metr. Mebellar qalamı bu yerda? Yo'q, mebellar ketadi. 4 devor qoladi. Tushunarli. Отоплениесі o'tgan, fon berilgan, giproshniy shuni patolog urilgan. Ko'rdingizmi? Temiz pol taxta, ha? Temir pol taxta. Fon berilgan do'stlar, ko'rdingizmi? Ajoyib, zakoniy holatda turibdi do'stlar, ko'rib turibsizmi? Do'stlar, bu anda ko'rib turibsizmi? Yarimi bu xonaga qaratilgan. Ajoyib, gap bo'lishi mumkin emas. Davomimiz ham ajoyib ya do'stlar. İkisi taplaya o'tgan ekan bu yerda, birisi bu yerda, ikkinchisi bu yerda ekan. 10 tomonda yana bitta bir pomeshchenamiz. Kattalar. Spalnya. Kattalar spalnya. Razmeri necha bu yerni? 345'e 350. 50. Kvadrat hesap ekan-da. Ya do'stlar, üstü plastik. Bu yerda men taplaya o'tgan. Aynalar qo'yilgan, bog' tomoniga qarab turibdi. Temiz pol taxta. Kladok hesabini ishlatib tursa o'xshaydi buni. Menda juda banka vajdan qo'yib tursa. Tushunarli. Davom qildiramiz. Televizor ketadi, ha? Televizor ketadi. Doğrumuzu yerda adashmasam sanuzel. Banimi? Bani. Sanuzel. Bu yerda taxonli ishlar bor ekan, kafel urbash ekan. Отопление tushgan. Razvodga qo'nib turibdi. Polishga tashalgan. Üstü plastik ya dostlar. Gel boşun gelmez. Kafel urbasa dostlar. Şu bilan sanuzelimiz tayyor. Yanbaşımız bizde de aşxona, kuxnya. Razmeriga kelsak, taxminan bir 5'e 3 metr deymi o'xshaydi, ha? Bor. Aristola qo'yilgan, jaluzi pardali, üstel kursilar, gaz plitali, yana shunday mebelcha bor ekan do'stlar. Отопление ham o'tgan do'stlar, ko'rib turibsizlar. To'rimiz bog' bo'ladi o'sha, ha? Bog'ini bir qadar danishtirib ko'rsatib o'tamiz. Letniy setkalar qo'yilgan ekan do'stlar. Bu bizda teraska. Peshag'anani qurib, hazat deyib yozda yotaverasan bu yerda. Do'stlar, buni ko'rib turibsizlar, teraskamiz ajoyib razmerda tushgan bir 10 odam suvadi bu yerda tashkil bo'lsa. Bunimiz bizda garajda, ha? Shunday axir, Sherzod? Ya do'stlar, polностью 2-3 mashina sig'adi ekan, ha? Mal qo'yib boqsam bo'ladi o'xshaydi bu yerda, ha? Bemalol kirib chiqaraversan bu yerda. Buni kirib chiqaraverdik. Oho, bog'a e'tibor beringlar do'stlar. Navot meva daraxtlar bor bu yerda. Burada incirimiz bor, chiya, olmurod. Piyozlar ham kirgan bu yerda, ha? Daraxtlarimiz bor. Pomidor ham bor do'stlar, yani ko'ringlar. Pomidor burch. Aha. Qo'yxona ham bor ham to'rda. Letin tualet ham bor ekan, ha? Ya do'stlar. Vodoprovod kelib turibdi bu yer, ha? Ya do'stlar. Suv organlar. Nachallik kelib turibdi. Akar suv ham bormi? Ya do'stlar, orqa tomonda go'sanishi joyimiz. Do'stlar, ko'rib turibsizlar, shipir ham ajoyib chiroyli qilingan. Ko'rdingizmi? Gap bo'lishi mumkin emas. Do'ri girib yashaydi u. 4 devor qolamish do'stlar. Bog'ini bir qator ko'rsatib o'tamiz. Letniy tualetimiz. Qo'yxona. Meni zakoniyatib yana pristoy ketib bersam bo'ladi, ha? Bir 3-4 5 mal qo'yib boqsa bo'ladi bu yerda. Indaymen, ha? Ya do'stlar, ko'ringlar. Paxsa bilan o'ralgan. Biznes etib bersa ajoyib. Ishlab chiqarisham etsam bo'ladi bu yerda. Polностью mashina girib chiqaveradi. Общий kvadrat 640, ha? Qani, Sherzod narxincha so'm? Narxi 900 deymiz. 900. Kelishuv bormi? Kelishuv shu Shitir bo'lsa, naq bo'lsa. Ustida kelishamiz. Dokumentlar nechik? Dokumentlar yana Tayyor, ha? tayyor. Muammo yo'q. Muammo yo'q. Gaz, svet, suv bor. Gaz, svet, suv ham o'zi bor. Do'stlar, shundan bir qator ko'rishtirib, tekshirtirib, notariusda pulni sanab beraverasiz. 900 kelishuv bor. Telefon nomer? Telefon nomer 99lik 252 98 48. Yana bir nomer aytamiz, 99lik 106 98 48. Telefonlashaverasizlar shu nomer bilan. O'rtada joy purish posrednik yo'q. Premo mulk egasini nomerini yozib qoldiramiz. 640 kvadrat metr, 900 million. Alay kushadan chiqmasin do'stlar. Arzon narxda sotilyapti. Shashilinglar. Egadan. Lokatsiyadan ham aytib ber. Urganch rayoniga kirami? Urganch rayon, Qaraman qishlog'i. Ana. Beruniy mahalla. Sog' salomat bo'linglar. Пока.